Assalomu alaykum. Bir she'r o'qib bermoqchiman. Bu she'rda ozgina tarixi bor. Mahallamizda bir chol amaki bo'lar edi. Bu chol juda ham baquvvat, xushchaqchaq, qo'noq inson edi. Yaxshi odam edi. Amaki ham o'tib ketdi, Xudo rahmat qilsin. Shu o'g'illari Afg'onistonga xizmatga ketib, qaytmagandan keyin o'sha insonni qanaqangi o'zgarganini ko'zim bilan ko'rib juda qiynalganman. O'sha paytlarda yozilgan she'r barcha shu Afg'onga ketib qaytmagan do'stlarimizni xotirasiga bag'ishlayman. Horg'in chehra chayqaladi chol, hassasiga tayanib behol, ko'rinadi ko'zimga o'g'il, o'g'li bevaqt o'lgan mo'ysafid. Tushlarida dod to'la osmon, kunduzlari dunyo torayar, yolg'izgina o'g'lidan yodgor eski surat asta sarg'ayar. Chinorday qad ikki bukilar, qadamidan armon to'kilar, Afg'oniyni deya so'kinar, o'g'li bevaqt o'lgan mo'ysafid. Oqibatli ekan odamlar, zarga ko'mdi o'g'lin otini, yil o'tar chol unutolmaydi bo'sh tobutni, quchgan onini. Suygan ekan o'g'li kimnidir, o'zi bilan ketdi-ya siri, kelinini bo'yini ko'rmay o'tib ketdi kuyib kampiri. Hayol bosar toshga turtinar, nigohidan tobut ko'rinar, qahrin nosga qo'shib tuf urar, o'g'li bevaqt o'lgan mo'ysafid. Horg'in chehra chayqaladi chol, hassasiga tayanib behol, ko'rinadi ko'zimga o'g'il, o'g'li bevaqt o'lgan mo'ysafid.